onasini ham sana bu kunlari kattaligini qaranglar. Ushbu iPadimiz sotuvda iPad Pro 11 dyumli inch 1 deb nomlangan model. To'g'risi o'zim ham yaxshi tushunmaganim uchun borini boricha aytyapman. Kompyuter orqali ichidagi ko'rinishini hozir mana shu ekranni burchagiga chiqarib qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu apparatimiz 256 GB xotiraga ega, batareya yomkisi 85% bo'lishi kerak adashmasam shunaqa. PUBG'da 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Ushbu apparatimizni sotuvga qo'ydik, necha pul deb qiziqayotganlar uchun attiga $355 berib yuboriladi. Aytgancha mana shu kunlar ham bonus tariqasida beriladi, hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Unga qiziq bo'lsa, Namangan shahar Texnopark 84-do'konimizda turibdi, nalichiydi, kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Siz nima deysiz? 120 FPS li iPad $355 ga arziydimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qiziq bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqing, Telegram orqali bog'lansangiz ham bo'ladi, telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Hozirgina bitta mijozimizdan iPad Pro M2 4-pokoleniyasini sotib oldik. Hali aktivatsiya qilishga ham ulgurmadik. Apparatimiz holati juda ham ajoyib tarzda usti plyonkalari bor oynasida. Xotirasi 128 GB, batareya yomkisi 92% tashkil qilar ekan. Trapka dokumentlari bor, hech qanday aybi nuqsoni yo'q. PUBG uchun 120 FPS da ishlab bera oladi. Narxi necha pul deb qiziqayotganlar uchun $510 ga berib yuboriladi 30 kun davomida garantiyasi bilan. Holati ideal, mana bunaqa qirilgan silingan joylarga e'tibor qilmaymiz. Bular bitta tozalash chiskasi ketadigan narsalar. Lekin logotipda ozgina chizig'i bor ekan. Qiziq bo'lsa tez aloqaga chiqib qo'yinglar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizga kutib qolamiz. iPad Tour Mini deb nomlangan apparatimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham ixcham, soddagina, narxi ham qulaygina bo'lgan ushbu apparatimiz 64 GB ga xotira, batareya yomkisi 80% bo'lsa kerak, vallohu alam, to'g'risi esimda yo'q. Sotuvga qo'ydik. Narxi necha pul? 590 ming so'mga berib yuboriladi. Diqqat qilamiz, PUBG uchun emas bu model. Prosta uyda bolalar uchun qo'yib qo'yishga, video ko'rishga yoki mayda o'yinlarni o'ynashga yoki Telegram o'rnatib qo'yib, Telegram ishlatishga yarab bera oladi apparat. Bu telefonlarga yangilanish uchun kelmay qolgan, eski yangilanishda qolib ketgan. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yinglar. 590 ming so'mga arziydi. Har holda knopkali telefondan ko'ra yaxshi ishlab bera oladi. iPad-ku nima bo'lsa ham. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizga kutib qolamiz. Samsung Note 10 5G deb nomlangan modellarimiz xotirasi 12 ga 256 GB. Koreya uchun ishlab chiqarilgan bitta sim kartali varianti. Hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Garantiyali, ishonchli email ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Narxi chap tarafdagisi $130, o'ng tarafdagisi, ya'ni oq rangdagisi $135 dan qilib beriladi. Farqi nimada deb so'raganlar uchun o'ng tarafdagisini emailkasini pasportga, ya'ni qonuniy sifatda o'tkazilgan. Nargisi esa kompyuterda o'tkazilgan odatiy holatdagidek. Telefonlarimizga bir hafta davomida garantiya qilib beriladi. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q albatta. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizga kutib qolamiz. Ha, aytgancha siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Qiziqmi? Tez aloqaga chiqib qo'yinglar. Mana nomerda Telegramlarimiz bor. Telegram orqali bog'lansangiz ham bo'ladi. Telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olishingiz ham mumkin bo'ladi. Sizlarni do'konimizga kutib qolamiz.